Assalomu alaykum, suyumli kichik do'stlar. Mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Esinglardimi? Oldingi san programmamizda biz sizlarga Nodon Tyubning hikoyasi nomli hikoyani o'qib bermoqchi edik. Undaqda diqqatinglar bizda bo'lsin. Nodon Tyubning hikoyasi. Bir nodon, tajribasiz kishi saxtipazlik bilan tiyiblik qiladi ekan. U asli shunchalik nodon, bilimsiz, qobiliyatsiz tiyib ekanki, ko'z og'riqi bilan put og'riqini bir-biridan ayira olmaydi ekan. Shu holiga shaharda do'kon ochib, tiyiblik qilib kishilarni aldaydi ekan. Bu shaharda bir donishmand, qobiliyatli tiyib bo'lib, u ko'z ojizlab ketganligi uchun bu kasbdan qo'l uzgan ekan. Shuning bilan yiliqi johil, nodon tiyib quruq po bilan jamoat orasiga to'nilibdi. Bu shaharda bir podshoning intayin go'zal, aqlli bir malikasi bor ekan. O malika bir og'riqqa mubtalo bo'ldi. Shoh qizining kesilini davolatish uchun nodon tiyibning o'rniga chaqirib ketdi. U bir qancha xil narsalarni dora deb qizga ichirgan bo'lsa-mu, qizning kesili yaxshi bo'lish u yoqda tursin, bari-bari yomonlab ketibdi. Oxiri vazirlarning maslahati bilan yiliqi ko'z ojizlab ketgan dono tiyibni boshlab kelibdi. Tiyib qizning to'morini tutib, to'g'ri diagnoz qo'yibdi va retsept bezibdi. Bir misqal ilib, yumshoq so'qib, uningga yana bir misqaldan ipar va dorchin aralashtirib, seriq zafar bilan sharbat qildirg'aylar. Uni malikaga ish kutsila, boldirli shifa topdi, debdi. Mehron degan nadan tepiladi? deb so'rabdi shoh. Mening ko'zim sog' vaqtida oliylarning sharbatxonasida u dorini ko'rgan edim. Bir kumush qutida turadi. Uni hozir tepishga ojizman shoh oliylari, debdi dono tiyib. Shu asnoda o'rda tiyib bo'lib olgan yiliqi nodon tiyib. U dorini men bilaman, o'zim ilib chiqib tayyorlay, deb shohning ruxsati bilan sharbatxonaga kiribdi. Qarasa, dono tiyib tariflab bergan qutilardan bir qanchasi turgan. Bu jallod tiyib qaysining mehron qochlangan quti ekanligini farqlantira olmay, tavakkul deb bir qutini ilib chiqibdi. Bu quti podshoning topshirig'i bo'yicha qattiq pechatlanib, zahar to'ldirilgan quti ekan. Nodon tiyib dan shu qutini ko'tarib chiqib, ig'izni ichib, boshqa dorilar bilan aralashtirib, sharbat qutida malikaga ichiribdi. Malika shu zamon jon uzibdi. Bu ahvolni bilib, piroq o'ti shohning vujudini qoplabdi, g'azab tutini o'rlab tashibdi. Shuning bilan zahar aralashtirilgan sharbatning qolganini nodon tiyibga ichirishga buyurdi. Natijada nodon tiyib o'zining yaramas ishining jazosini tortib, o'z joyida jon beribdi. Biz bu hikoyani anglab, ajab obdan bo'pti deb xush bo'lishdi. Bolalarim, shuna donishmandlar nodon tiyib jalloddan yomon deyishgan. Sababi shuki, jallod gunohkor odamlarning jinini oladi. Undaq nodon tiyiblar begunoh odamlarning jinini oladi. Shuna har qanday bir kasbda yaxshi natija qozonaman degan odam shu kasbni to'liq, mukammal o'rganish kerak. Tushundinglarmi? Tushundik bova, dedik biz. Hozirmi jamiyatda xeyli ko'p chala mollalar bor bolam. Ba'zilari doxon, ba'zilari palchi bo'lib olib, odam aldaydi. Undaq aldamchilarning aldam xaltasiga tushmanglar. Bolalarim, endi biz bog'bon boy to'g'risiga gap kelaylik, dedi buvam. Bizning burunqilar biz uchun nurg'un mo'jizotlarni maydonga keltirib ketishgan. Qadimki ajdodlar bu hayotlik dasturxoniga nurg'un nozik ne'matlarni tizib qo'yishgan. Biz ular yaratgan mo'jizalardan foydalanyapmiz. Ular bino qilgan bog'larning shirin mevalaridan to'yg'icha yeyapmiz. Alaylik, Edison butun hayotini kashfiyot yaratish uchun sarf qilgan. Biz yo'q-yo'riq lampishka ostida o'tirganimizda bu mo'jizada Edisonning qanchalik qon tarbiyatli borligini o'ylandik.
dunyoviy uchur va aloqalashishga uyushmas to'kib qo'shgan bilgini asliganimizda uning telefonini kashf qilib insoniyat uchun qanchalik to'kib qo'shganligini o'ylandik. Mashinalarga, aeroplanlarga o'tirib safar qilayotganda necha oy, necha yillik musofirni bir kunga, bir qancha soat qisqartgan kashfiyotchilarni aslamay tura olamiz. Ularning shuncha ajr qilishi o'zi uchunmidi? Yo'q. Ular o'zining aql parastiga tayanib, insoniyatga baxt yo'li ochib bergan. Biz ular yaratgan mo'jizotlardan foydalanyapmiz. Bolalarim, endi sizlarning burchinglar nima? Tayyor bo'lib, boshqalar tayyorlab qo'ygan nozik ne'mat dasturxonini quruqlab qo'yishmi yoki uningga davrimizga xos nozik ne'matlarni tizib, texmi mo'l qilishmi? Sizlar har bir nafsinglarda o'zinglarni namoyon qilish uchun, insoniyatga baxt yaratish uchun tirishchilik ko'rsatishingiz lozim. Shundalar hayotinglarning ma'nosini, turmushinglarning lazzatini haqiqiy his qila olasizlar. Sizlar o'zinglarning mehnatinglardan faxrlansanglar, keyingilar sizlardan faxrlandi. Sevimli do'stlar, qadam ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.